yaxshi kunlarda uchrashganimizdan avvalo xursandman. Men Oqoltin tuman mahalla uyushmalari bo'lim boshlig'iman. Mana qariyb 2 yil 7 oydan beri shu Oqoltin tumanida ishlab kelaman. Demak 2 yil 7 oydan beri Ahmedov G'ulomjon bilan birgalikda ishladik. Bugun mana yuzi yorug' bo'lib yonimizda turibdi. Yangiqayot mahallasi o'ziga xos bir muammo tug'dirmaydigan mahallalar qatoriga kiradi-da. Buni asosiy mezoni mana shu xalqida deb bilaman. Sababi mana yuzlaridan nur yog'ilib turibdi, onaxonlarimiz, otaxonlarimiz bor bu yerda. Mana shu xalqi birdamligi, xalqi yaxshiligi, umuman mahallani ham inoqligi mana shu natijani berib keldi shuncha vaqtdan beri. Bugun mana saylov o'tkazilyapti. Saylovda bilasizlar, ikkita nomzod qo'yilgan. Bu nomzodlar bilan tanishdinglar. Ahmedov G'ulomjon o'zining nomzodini o'zini bir rejalari borligi uchun qo'ymaslikni o'zi so'radi. Shuning uchun hozir G'ulombekda biz shu yerda o'tirib to'g'risi bu G'ulomjonga biz minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Bu 3 yil davomida yomon ishlamadi. Xalq bilan birga bo'ldi, tinmasdan mana ijtimoiy tarmoqlarda yoritayotgani, hashar uyushtirgani, endi gapiradigan bo'lsak, buni qilgan faoliyatini ancha vaqt olib qo'yamiz. Ishidan biz juda qoniqdik. Bir nima deydi? Bizni tilimizda aytganda bir qo'pol bir qoidabuzarlik, bir katta kamchilik, katta xato aniqlanmadi. Bu har kimga emas, 3 yil katta muddat. Shuning uchun biz hozir G'ulomlikka mana shu mahalla uyushmasi, viloyat boshqarmasi nomidan Oqoltin tumani hokimimiz ham hozir telefon qilib gaplashdi. Mana shunaqa tadbir qilyapmiz. Agar shu atrofda bo'lsangiz kira olasizmi dedim. Mehmonlar kelgan, men nomidan ham tabriklab rahmat aytib qo'ying. Yangiqayot xalqiga, Ahmedov G'ulomjonga rahmat ayting. Men hozir aytaman, yetkazyapman. Shuning uchun G'ulombek sog' bo'ling. Siz baribir bu mahalla raisi bo'lmasangiz boshqa ishda ishlaysiz. Boshqa tumanda birga bo'lamiz doim. Ishlaringizga rivoj. Mana shu baribir mahallani men vakilisiz, fuqarosiz. Mahalla fuqarolari bilan birdan bo'lishingizni so'raymiz. Aqllikda maslahatlaringizni berasiz. Doimo shu otaxonlar bilan oldingi qanday ish tajribangiz bo'lsa o'rtoqlashib yursangizga niyatdamiz. Bu G'ulomjonga katta rahmat. Mana hamma xalqni oldida aytayapman. Mahalla uyushmasi, boshqarma bundan rozi. Hech qanday kamchilik bo'lmaydi. To'nkiya kuyib tushadigan odatlari bor. Keyingi raislarga ham shuni hisoblari o'tsin deb niyat bildiraman men. G'ulomjon sog' bo'ling. Mana hozir men xursand bo'lganim 7 lik a'zolari yonida qator turibdi, mana bir yelka-melka turib, o'zlari kelib biz ham niyatlarimiz bor, biz ham gapiraylik dedi. Bu saylovga aloqasi yo'q, kishiga qarshi o'tkazyapti. Saylovdan boshqa endi uzr so'rayman. Iloji bo'lsa shularga ruxsat bersanglar, so'z bersak. Eng ko'p ishlaganim Xudoyorotdan bilan G'ulomjon bo'ldi. Xudoyorotdan bilan ham 9 yil ishlabman, G'ulomjon bilan ham 9 yil ishlabman. Men hozirgi shu berilgan fursatdan foydalanib men G'ulomjon ishini men aytmasam-da sizlarga ko'zlaringizga ayon. Sobirjon, siz qanday ko'rgan bo'lsam, men G'ulomjonni shunday ko'rdim. Juda ham munosib inson edi. Men G'ulomjonni nima uchun rad etganimni bilmayman. To'g'risi. Men o'z minnatdorchiligimni barchani nomidan tabriklamoqchiman. Men G'ulomjonni juda ham qadrlayman. Chunki uning ishini qadrlayman-da. Uni mehrini qadrlayman. Xalqqa bo'lgan e'tiborini qadrlayman. Men G'ulomjonni yana qaytadan Xudo xohlasa qaytib kelishiga umidvorman. To'g'risi, meniyu vaqtim keldi. 2 yildan keyin men pensiyaga chiqaman. Men 2 yildan keyin ham yana G'ulomjonni shu yerda bundan da martabasi baland bo'lib, eng katta Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar, mahalladoshlar. Mana sizlar bilan ozmi ko'pmi 9 yil oshiq ishlab qo'yibmiz shu mahallada. Ozmi ko'pmi mehnatimiz singan bo'lsa, bundan xursandmiz. Agar shu ish mobaynida kimlarnidir dilini ortib, kimlarga qattiq gapirgan bo'lsam, uzr so'rayman. Chunki shu xalq manfaati yo'lida qildik hamma narsani. Rahmat shu sizlarga ham mana hozir ikkita nomzod qo'yilyapti. O'zlaring tanigan bilgan nomzodlar. Shu yerda munosib nomzodga ovoz berib, oqsoqollar birgalikda tortasizlar. Mana meni shu G'ulomjon bo'lishimga sababchi shu hoji ota, hoji onalar sabab bo'ldi. Chunki maslahatlashib qilgan ish uzoqqa cho'ziladi. Sizlarga ham omad tilayman. Kelajakda Xudo xolasa biz ham qarab turibmiz, qo'limizdan kelgancha maslahatni olsalaring, maslahatlarni beramiz kuchimiz yetgancha. Hammaga omad tilaymiz. Mana hammaga yana bir bor rahmat, bu hayajonli daqiqalar. Boshqa rahmat. Rahmat bo'lsa
Yil baquvvat bo'lsinlar. To'g'ri keldimi? Ha, yo'q. Variant mana bu programma to'g'rimi? Programma o'z yo'liga to'g'ri. Ana Obod mahallasi raisi Odiljon akaga beraman bir ikki og'iz so'z. Ozgina cho'ziladi, lekin yaxshi niyatlar. Assalomu alaykum bo'lagan deydi. Mana shu eshaklarning ichida o'tiradi, ketaveradi Rashidda. Borib eshaklar ham o'rganib qolgan dedi. Qovun bozorga boradi, qaytishda o'sha odam yo'q deb kelaveradi. Bir tartibga chaqirib qo'yaylik dedi. Maqsam Zabardek jiyani bilan opamni o'g'lilar bu yerga egalar ashundan boshlab men egalasini jiyanim deganman. Mana G'ulomjon oddiy bir dehqonda oilasi. Mana Sodiq akam o'tiribdi. Sodiq aka sizga ming rahmat shunday farzandni tarbiyalaganingiz uchun. Bu yerda ana shu nima sababli ilmingiz, kuchingiz, qudratingiz hamma narsaga yetadi. Xalqni boshqara olasiz. Buni butun ko'rtalab mahallada ham boshqarasiz desam, Odil aka men o'zim rejalarim bor dedi. Shu yerda. O'zi rejalarim Xudo xolasa yaxshi tomonga, bu yerda omadingizni bersin. Doimo xalqni, elni nazarda doim qolmang. Doimo nima deydi, omadingizni bersin. Avvalambor assalomu alaykum. Ilmingiz, kuchingiz, qudratingiz hamma narsaga yetadi. Xalqni boshqara olasiz. Buni butun ko'rtalab mahallada ham boshqarasiz desam, Odil aka men o'zim rejalarim bor dedi. Shu yerda. O'zi rejalarim Xudo xolasa yaxshi tomonga, bu yerda omadingizni bersin. Doimo xalqni, elni nazarda doim qolmang. Doimo nima deydi, omadingizni bersin. Avvalambor assalomu alaykum. Buni rahbarlikni faoliyati sizlarga ikkovlarning o'zlaringizga bog'liq. Shu boshini biriktirib, nima deydi? Birikganda hamma ish bo'ladi. Shuning uchun sizlarning ko'chani ishini qilganimizda, boshqa qilganimizda juda ko'p topshiriq mahalla raisidan so'radim. Shuning uchun qattiq e'tibor. Yo'ldan boshlash. Hurmatli